Assalomu alaykum, Akfa City kanali obunachilari. Bugungi ishimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani yoshlik kafega bo'ldi. Bu yerga 19 metrlik veranda olib kelib o'rnatib berganmiz. Uzuni 19 metr, romlarimizni bo'yi 2,20, eshiklarimizni общий uzuni 3 metr bo'lgan, 2,95. Eshiklarimizni eni 1,32 dan bo'ldi. Ikki qanotli eshikdan ikkita olib kelib o'rnatib berganmiz. Romlarimiz 4 ta rom, 2 ta eshik jami. Bitta eshigimiz ko'rinishiga shaklida bo'lgan. Mana chekkadagisi F ko'rinishda bo'ldi. Materiallarimiz Akfa alyumin, zanotoy dub, yodli bir qavat oyna bo'ldi. Romlarimizda 5 ta ko'zli, o'rtasidan bittadan ochilish qo'yib berganmiz hammasiga. Padagonliklari bor. 20 lik padagonliklari bilan. Eshiklarimiz tagiga argafonlar qo'yib berganmiz, chiroqli qilib. Yopilishlari xudo xohlasa juda chiroyli holatda, penalarni ham aylantirib qo'yildi. Burchkalarimiz oddiy Turkiya, xudo xohlasa juda chiroyli holatda. Ichkari tomondan ko'rinishlari. Romlarimizga hamma yog'iga Akfa'ning o'zini petalari, burchkalari ishlatilgan. Yopilishlari xudo xohlasa juda chiroyli holatda. Padagonlarni ham qo'yib berganmiz, chiroyli qilib. Ko'rishlaring mumkin. Eshiklarimizni mas'uliyat yopilishlari xudo xohlasa juda chiroyli holatda. Ikkida ham daromimiz bor. 19 metrlik veranda, bo'ylari 2,20. Jami olib kelib o'rnatib berishlarimiz, xizmatlarimiz bilan 20 million so'm bo'ldi. Kimga shunaqa Akfa eshikron verandalar kerak bo'lsa, Akfa City'ga murojaat qilinglar. Xudo xolasa chiroyli qilib olib borib o'rnatib berishga harakat qilamiz. Tashqaridan ham bitta ko'rinishlari, bitta gullari bor ekan. Tashqaridan ko'rinishlari xudo xolasa juda go'zal holatda o'rnadi. Bemalol murojaat qilaverasizlar Akfa City'ga.